Assalomu alaykum. Aziz kanalimiz obunachilari, aziz musulmon birodarlar. Tinchmisizlar? Sog' salomatmisizlar? Bugun mana kul to'g'risida gaplashamiz. Kul nihoyatda oziqaga boyna. Kaliy, kalsiy, magniy, har xil nihoyatda ko'p narsalar bor. Hattoki mo tomirdagi har xil qurtlarni ham o'ldiradi bu. O'ldiradigan shunaqa zaharli dorilar ham bor. Men buni oldindan qilganman. Shuning uchun bilagilar endi aytadi, kul o'ldirib qo'yadi-yu, yo'q. Oshiqchasi o'ldirib qo'yadi ama. Ko'p qo'shib bo'lmaydi. Badringlarni qarasak, mana ozroq sarg'ayishib qopti. Mana badringlar, baklar sarg'ayishib qopti mana. Shunga qarshi hozir dori qilamiz. Azizlar, operator ham o'zimiz kamchiliklari bo'lsa oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Mana hozir 10 litr suvga mana 1 litr g'o'zapayani kulini qo'shamiz. G'o'zapayani kulini qo'shamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. G'o'zapayani kuli bo'lmasa, o'tinlarning kuli ham bo'laveradi. O'tinni. Ammo dasa aytayapti, ko'mirning ham kuli bo'ladimi? Yo'q, ko'mirning kuli bo'lmaydi. Eng yaxshi g'o'zapayani kuli bilan o'tin. Aralashtirib olgandan keyin yaxshilab uksiz eng pasaliyin prosendan qo'shamiz 100 gram. Qo'shib buni yana yaxshilab aralashtirib iloji bo'lsa 1 soat tindirib qo'yamiz, Bu mayda qolib ketgan ko'chatda qanaqa badring ekan deb o'ylamanglar. Bu kegmadi ko'chatlardan qolib ketgani. Suv hozir suv yo'q. Shuning uchun iloji bo'lsa bunga suv qo'yib turib, namlab turib, keyin quyilgan yaxshi. Hozir bizda unama suv yo'q arada. Iloji yo'q quyapmiz. Sarg'ayib qolibdi. Badring yaxshi ham ko'rib qoldik. Endi buni yaxshi olasiz 1 soatdan keyin buni mana 1 litrlik purishkamizda 1 litrlik tayyorlagan oziqamizni 3 ta badringga qo'yamiz, mana bo'lib. 3 taga qo'yamiz. Buni keyin foydasini keyin ko'ramiz. 4 kun, 5 kun. Iloji bo'lsa harakat qilib ko'rsatamiz ham sizlarga, azizlar. Foydasini. Mana qilib 1 litrini 3 ta badringni tagiga qo'yamiz. Inshaalloh Xudo xolasa biz sabablarni qilib qo'yapmiz. Sarg'ayganlar yo'qoladi deb, endi bu yog'i Allohga. Hamma narsa Alloh, hamma narsa qodir. Sabablarni qilamiz, Allohdan so'raymiz. Kasalliklariga mana sarg'aygan boshqa kasallik Alloh shifoni o'zi berib boradi. Azizlar, kanalimizni yangi ochganmiz. Eski kanalimiz endi o'chirish varibdi, narushenda deb. Endi shunga shu kanalimiz rivojlanish uchun ozgina yordam qilib yuborasizlar endi birodarlar. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Like bosinglar. A'zo bo'lmaganlar podpisatsiya tugmasini bosinglar. A'zo bo'lasizlar, like bosasizlar. Yaxshi videolardan qo'yamiz, qo'limizdan kelgancha harakat qilib. Sizlarga birinchidanlardan bo'lib yetib boraveradi. Musulmon odamlar hammamiz bu dunyoda bir-birimizga yordam berishimiz kerak. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Men ham qo'limdan kelgancha badring, pomidor, mana kulpunoy odamlarga qanaqangi kerakli dorilar bo'lsa, kerak maslahatni qo'limizdan kelgancha harakat qilib qo'yib boraveramiz. Azizlar, qayda bo'lsa ham tinch, sog' salomat bo'laveringlar. Kimlarning mushkullari bo'lsa Allohim oson qilsin. Kimlarning qanaqangi dardlari bo'lsa hammasiga o'zi shifo bersin. Musofirdagilarni ham Alloh panohida saqlasin, turli ofat, fasod, balo qazolardan, har xil yomonlikdan saqlasin, sog' salomat ishlarini qilib, pullarni qilib, ota-ona, bola chaqasini oldiga yorug' yuz bilan kelaversin. Duoda ish ko'p, azizlar. Sizlar ham menga duo qilinglar. Kanallarimiz rivojlanib, badringlarimiz ham sog'ayib ketaversin.
duoda ish ko'p. Qayda bo'lsa ham tinch, sog' salomat bo'laylik hammamiz. Dunyoda tinchlik bo'lsin, yurtimiz, oilamiz tinch bo'laversin. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Yanagi videoda gaplashguncha, ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar, azizlar.